Assalomu alaykum. Men Karimov Mirzohid. Andijon viloyati Izboskan tumanida tug'ilganman. Yoshim 42 da. Hozirda Balcom Ltd kompaniyasida xodim sifatida ish olib boryapman. Hozirgi bu ko'rib turgan joyimiz aynan shu kompaniya rahbari Yamasaka Tetsuro deb to'la ismi yuritiladi. Hozirda O'zbekistonning faxriy konsuli etib 2024-yil noyabr oyidan boshlab saylangan va hozirgi o'tirgan joyimiz shu faxriy konsullik, Hiroshimadagi faxriy konsullik idorasi hisoblanadi. Yaponiyaga kelish tarixi o'zi soha masalasidan kelib chiqqan holda Andijon viloyatidagi Xalq xo'jaligi institutini shu transport sohasiga oid yo'nalishda o'qiganman. Va juda Yaponiyani shu hozirgi juda mashhur Toyota, Nissan, Honda avtomobillariga juda qiziqish katta bo'lgan va shu qiziqish baribir ortidan Yaponiyaga borish qiziqish paydo bo'ldi. Baribir imkoniyat bo'lib qoldi. Qanaqa imkoniyat deganda, yapon tili maktabiga yangilik eshitib qoldiki, shu qabul bor ekan, borsa bo'lar ekan degan yo'nalish topilib qoldi va Tokiodagi LA nomli yapon tili maktabiga 2013-yilning dekabr oyida kelganman. Bu Balcom gruppa kompaniyasi hisoblanadi. Ya'ni asosiy kompaniya Balcom Co Ltd. Yapon tilida aytganda Kabushiki Gaisha Balcom deyiladi va uni ostida bir qancha kichkina firmalardan iborat. Eng katta asosiy biznesi bu dilerlik biznesi, ya'ni avtomobillarni, chet eldagi avtomobillarni sotish bilan shug'ullanadi. Ya'ni hozirgi BMW, Mini Cooper, Rolls-Royce, undan tashqari Niri mototsikllar, Indian Harley Davidson, bir qator mototsikllarning savdosi bo'yicha dilerlik faoliyati bilan shug'ullanadi. Undan tashqari restoran biznesi va 20 tadan oshiq restoranlari bor bu yerda. Undan tashqari mulk biznesi bor. Ya'ni biz yapon tilida buni ko'chmas mulk, fudosan deymiz. Fudosanga aloqador, ya'ni ko'chmas mulkka asoslangan biznes bilan shug'ullanadi. Bundan tashqari bir qancha davlatlarda xalqaro bizneslar bilan shug'ullanadi. Bundan misollar qilib Xitoyda, Indoneziyada, Singapurda, Amerikada va shu bilan bir qatorda albatta O'zbekistonda ham bir qancha investitsiyalar kiritgan rahbarimiz. U yoqda ham bir qancha Balcom Uz nomi bilan firma ochilgan va uni ostida ham bir qancha firmalar bor. Asosiy vazifamiz, men bu firmada hozirgi kunda texnik malakaviy ishchilarni ishga joylashtirish bo'yicha va ularni tavsiya qilish bo'yicha, vizalarni chiqarish bo'yicha to'laligicha ya'ni immigratsiya sohasiga aloqador tomonlarni va qo'llab-quvvatlash tomonida mas'ulman. Ishchi viza bilan, ya'ni oilasini olib kelish mumkin bo'lgan asosiy ishchi viza deyiladi. Gijinkoku bilan ham ishga joylash bo'yicha mas'ulman. Undan tashqari O'zbekistondagi hozirgi aytib o'tgan firmalarni bir qancha hujjatlari bo'yicha yapon tiliga tarjimalari va buni topshirishlar, ya'ni taqdim qilish bo'yicha qisman vazifalar yuklanadi. Men o'zim ham xuddi shu, ya'ni Gijinkoku, ya'ni ishchi viza bilan 5 yildan beri, 2020-yilda Balcom Group firmasiga ishga kirgan bo'lsam, hozirda mana 5-yildan beri faoliyat yuritib kelyapman. Aynan bu sohada ishlashimga sabab har bir o'zbek fuqarosi sifatida O'zbekistonni o'qib, ta'lim olib, bu yerda katta bo'lib, baribir haligi eskidan yuragimizga singan baribir o'sha ona vatan degan narsa singib, shu doim o'shaga talpinib turamiz. Buni qandaydir O'zbekiston uchun foydali bo'lishini juda ham xohlaymiz va shu sohada keluvchi yoshlarimiz, bundan keyingi, bizdan keyingi
keladigan yosh o'g'il-qizlarga ozgina bo'lsa-da yordam bera olsak, qo'llay olsak, menimcha bu qanchadir bundan keyingi ular yordam qiladigan ketma-ketlikni oladigan bo'lsak, judayam ko'plab odamlarga, davlatimizga rivojlanishiga, yanayam bir xalqaro miqyosda yaqinlashuvga foydali bo'ladi deb o'ylagan maqsadda hozirgi faoliyat bilan, ya'ni ishga joylashtirish, boshqa hozirgi immigratsiya sohasidagi ishlar, Gijinkoku bir qator aytib o'tdik. Asosan mana hozirgi texnik malakaviy soha bo'yicha ham yoshlarimizga ko'proq foydali bo'lsin degan maqsadda ham hozirgi sohamni tanlaganman. Bu juda ham qiziqarli soha. Xo'p, Yaponiyada oila bilan yashash yaxshi tomonlari ko'proq deb o'ylayman. Endi qisman haligi o'zbek millatiga, ya'ni din tomondan ozgina to'g'ri kelmaydigan tomonlari ham mavjud, lekin asosan yaxshi tomonlari ko'p. Ya'ni bilamiz, Yaponiyada yoshlar kam, bo'lib ham farzandlarga, yoshlarga juda e'tibor qattiq qaraladi. Hozir meni oilam Hiroshimada o'zim bilan birga yashaydi. 3 nafar farzandim bor. Katta o'g'lim 15 yashar. Hozirda o'rta maktabda 2-sinf, ya'ni Chugakko Ninensei deydi. Pastkilari, kichkinalari 3-sinfda o'qishadi. Ular egizak, Hasanboy, 3 ta o'g'lim bor. Ayolim bilan birga yashaymiz. Maktabdagi ta'lim sohasidan, bularni kichkinalar bog'chaga ham borishgan. Juda ham bir ta'lim chiroyli beriladi. Buni Yaponiyani ta'limini juda ko'plab ommaviy axborotlarda ko'rsak bo'ladi. Bu juda ham kuchli bo'ladi e'tibor. Ozgina e'tiborli bo'lishimiz kerak deb bo'lgan tomonlari mavjud. Bu endi dinimizga borib taqaladi, o'zbekchiligimizga borib taqaladi. Masalan, shu ozgina maktabda yoki bog'chada alohida e'tibor bilan ogohlantirib turishlar kerak. Masalan, bizga bu mumkin emas. Ovqatlanish paytida masalan bularda aytadiki, masalan, qo'lni nima qilib o'zlarini dini bo'yicha amalga oshirishadi. Bizni farzandlar, o'qituvchilar biladi bularga. O'sha o'zimizning dinimiz bo'yicha Bismillahirrohmanirrohim degan duoni qilib ovqatlanishadi deb yetkazilgan. Bular bu narsani eslab qolishadi va shunaqangi yaponlarni chiroyli tartibi borki, ba'zan biz haligi bir qanaqadir tadbirlar bo'lib qolishi mumkin. Bo'lib qolganda o'zlari telefon qilib, "Manaqa tadbirimiz bor edi-yu, qatnashsa bo'ladimi?" yoki bo'lmasam bu har qanaqa tadbir bo'lishi mumkin. Sport tadbiri, boshqa biror joyga sayohat tadbiri bo'lishi mumkin. Bir qator bizdan so'raydi shu narsani, nimagaki qatnashsa bo'ladimi? Naborat e'tibor berib qolishgan. Hozir mana 4 yil davomida o'qishayotgan bo'lsa, bizdan so'rab qoladi ba'zidan shunday deb. Lekin juda agar bir marta o'rgatib qo'yilinsa, bular juda qattiq amal qiladi, bunga umuman qarshilik qilishmaydi ham. Naborat qo'llab-quvvatlaydi. Bular juda e'tiborli. Ta'lim sohasida bu, endi meditsina sohasida, maishiy sohada menimcha Yaponiyada keraklicha qulayliklar yetarli. Bolalar uchun alohida sug'urtalar mavjud. Oziq-ovqatlar bo'yicha menimcha muammo bo'lmaydi. Har bir mahsulot aytilgan o'zini me'yoriy ishlab chiqarish sanalari boshqasiga e'tibor berilgan holda juda ajoyib tartibda qulayliklar juda ko'p. Men oila bilan birga yashab, hali bir muammoli holatga duch kelmadik. Endi iloyim bundan keyin ham bo'lmasin. Yaxshi bularni tarbiyalab, shu kerakli, xalqimizga kerakli farzandlar qila olsak, maqsadimiz shu. Yaponiyadagi firmada ishlashda bizga dars bo'lgan tomonlari shu bo'ldiki, odamlar bilan ishlash o'zbek emas, umuman boshqa
din, boshqa millat, boshqa tushunchadagi odamlar bilan ishlashda baribir nima desak ham baribir qiyinchiligi bo'ladi. Chunki ularning tushunchasi, o'zi buni degan gapirmasdan ham imo-ishora bilan hal qilib ketadigan ishlarda yoki bo'lmasam kimochitekin deydilar, qalban his qiladigan ishlarda biz baribir qalban yoki bo'lmasam imo-ishora orqali qalban yapon bo'la olmaymiz. Shuning uchun shunaqa joylarda ozgina baribir qiyinchilik bo'ladi. Juda yapon tilini yaxshi ko'raman. Men talaffuzini, boshqasini imkon qadar harakat qilaman bu narsaga anaqa bo'lmaslikka. Lekin baribir biz yapon bo'la olmaymiz qalban. Shuning uchun shu tomonlarda ozgina qiyinchiliklar bo'ladi. Yana bitta narsani o'rgatgan narsa Yaponiya menga endi oldin ham sabrsiz emas edim. O'qituvchi bo'lib ishlagan faoliyatim davomida ham. Lekin yana ham sabrni o'rgatdi baribir. Sabr, bular juda sabrli xalq bo'lgani uchun shunga majburlab qo'yyapti baribir. Hozirgi ishlash faoliyat davomida ham sabrni o'rgatdi. Endi bu ichki kechinmalar holatidan aytadigan bo'lsak, bu tajriba tomonidan aytadigan bo'lsak, menga immigratsioniy tomonlama asosan menga shu balkonga kelib o'rgandim. Ya'ni vizalar bilan ishlash, immigratsioniy xodimlari bilan hujjatlar borasida ishlash. Ya'ni o'sha har bir shaxsga 28 xil viza turi bor. Endi Yaponiyaning o'zi immigratsiyasida 28 ta viza turi bor. Shu 28 ta viza turidan bizga kerakliklari bo'yicha juda ko'p shu balkonga kelgandan keyin baribir kerak bo'ldi, o'rganish kerak bo'ldi. Balkon sabab deb o'ylayman baribir. Shu firmamiz sababchi bo'ldi. Shular menga juda ko'p kerakli, foydali bilimlar bo'ldi deb o'ylayman. Tokioda ham yashab ko'rganmiz. Tokio ham juda chiroyli shahar, rivojlangan. Lekin hozir Hiroshimadamiz. Boshqa ishlar bilan boshqa viloyatlarda ham ko'rganmiz-ku. Lekin hozirgi ayni shu kunda men Hiroshimadan boshqa joyga agar bu qo'shimcha taklif bo'lsa ham bormagan bo'lardim. Sababi nima desa, to'g'ri, Tokioda juda rivojlangan, har tomonlama rivojlanadi, rivojlangan joy. Plusi bilan, minusi bilan ham rivojlanadi deb o'ylasak, yomon to'g'ri fikr ketgan bo'ladi bu yerda. Hiroshima juda chiroyli shahar. Men o'zim juda yaxshi ko'raman. Hozirgi kunlarda ishonsangiz, bor gap narsa, Tokioga borsam 2 kun yursam boshim og'riydigan bo'lib qoladi. Tezroq Hiroshimaga qaytgim keladi. Sababi Hiroshima bugun ko'rdinglar, kichkina shaharcha, lekin juda imkoniyat, hamma imkoniyatlar, tabiiy imkoniyatlar ham jam bo'lgan kichkinagina shaharcha. Chiroy tomonidan ham daryo, tog', okean, shahar hammasi bir joyga jam bo'lgan shahar bo'lgani uchun ham. Odamlari samimiyroq deb o'ylayman bir balkim. Yana bir tomoni sal haligi biroz oldin aytganim rivojlanish bo'yicha minus tomonlari ham rivojlangan bo'ladi albatta deb o'tdim. O'sha narsalar sal kamroq deb o'ylayman masalan Hiroshimada. Hozirgi kunda Hiroshimani masalan Tokioga aytib o'tdim-ku, shu qo'shimcha taklif bo'lsa ham bormasam kerak boshqa shaharlarga. Masalan Osaka ham xuddi shunday. Masalan Osaka ham katta shahar. Rivojlanish bo'yicha ham 2-o'rinda turadi Yaponiya bo'yicha shaharlar bo'yicha. Lekin Osakaga ham xuddi shunday. Minus tomonlari ham menimcha xuddi shunaqa bo'lsa kerak. Yoshlarimizga maslahatga keladigan bo'lsak, o'zi aslida til juda ham o'rganish avvalo boshida qiyin narsa. Mayli uni tilni 1 yil, 2 yil, 3 yil siz 3 yil bilan o'rganarmiz, o'rganishadi. Hozir juda ko'plab yoshlarimiz Tokioni, Yaponiyani har joylarda bilim bilan, o'qish bilan O'zbekistonda bor yoshlarimiz, kelmoqchi bo'lgan yoshlarimiz. Til o'rganish ham eplasa, harakat qilsa, o'rgansa bo'ladi. Avvalo oldiga menimcha to'g'ri yo'nalish qo'yilishi kerak deb o'ylayman men. Masalan, to'g'ri yo'nalish qo'yib, ana shu yo'nalish avvalo boshida tanlanishi to'g'ri bo'lsa agar, til o'rganish ham o'shaning ichida ketadi. Maqsadga erishish bo'yicha ozgina shijoat ham. Undan tashqari meni yoshligimda rahmatli onam juda ko'p aytardi. Eng avvalo inson bo'lgin derdi.
inson bo'lsak agar, yaxshi o'sha onamizni, bizni tarbiyalagan otamizni ko'rsatmalariga amal qilib to'g'ri inson bo'lsa agar, har bir oldida keladigan to'siqlar, bu hayotni qoidasi deb bilaman. Imtihon topshirishlar, yapon tili o'rganish, yangi kompaniya topish va undan keyingi faoliyat yaponlar bilan muloqot qilib, ayrim qismlarida sabr bilan, ayrim qismlarida o'zini bir ko'rsatish bilan, ayrim qismlarida qiyin bo'lsa ham ozgina harakat qilish bilan menimcha hamma ham erisha oladigan darajada deb o'ylayman.